hurmatli tinglovchilar, bugun sizlarga men Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Ergash va Dilnoza musiqa ta'lim metodikasi fanidan sizlarga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqaviy didaktik o'yinlar mavzusida qisqacha ma'ruzamizni tanishtirib o'taman. Bugungi mavzumiz rejasi bilan tanisha olamiz. Bugungi mavzumiz rejasi didaktik o'yinlarning kelib chiqish tarixi, musiqaviy didaktik o'yinlar bolalarning musiqaviy sensor qobiliyatini rivojlantirish vositasi sifatida. 3-rejamiz musiqaviy didaktik o'yinlarni musiqaviy faoliyatlarda tashkil etish va o'tkazish rejalari bilan tanishib o'tamiz. Avvalo biz o'yin bolani aqliy tarbiyalashning muhim vositaligini bilib olishimiz kerak. Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va uyda olgan bilimlarini o'yinda amaliy qo'llanishi va rivojlanishini xohlab kelishadi. Bunda biz olimlarimizning fikriga qaratamiz. Bunda biz Zaporojetsning fikriga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin ta'lim jarayonida yetarli darajada o'rin egallamaydi. O'yinlarning mazmuni zaif va maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, jismoniy rivojlanishiga tegishli ta'sir ko'rsatmaydi degan ekan. Rus psixologi Makarenko o'yin psixologiyasini chuqur tahlil qilib, o'yin bu mazmunli faoliyat ekanligini, o'yin quvonchi esa ijodiy quvonch, g'alaba quvonch ekanligini ko'rsatib o'tgan. Yana bir olimimiz Krupatskaya, Makarenko, so'ngra ko'plab o'qituvchilar ham, psixologlar ham bu borada o'yin tahlili bo'yicha bir qancha tadqiqot ishlari olib borgan. O'yin bu bolaning atrofdagi odamlarning faol aks ettirish shakli. O'yin bu bilimlarning operatsiyasi, uni aniqlashtirish va boyitish vositasi, mashq qilish, usul, bolaning bilish hamda axloqiy qobiliyatlarini kuchaytirish va rivojlantirishni keltirib o'tiladi. O'yinning ahamiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda biz individual aqlli funksiyalari, bundan esa tasavvur, xotira, esa fikrlash, nutq, konstruktiv, vizual, muayyan faoliyat turlari va kognitiv va aloqaga ahamiyati juda ham kuchli bo'ladi. Stol usti teatrlashtirilgan didaktik, o'quv va ijodiy rolli o'yinlarga bo'lishimiz mumkin. Biz didaktik, qoidali o'yinlarni biz didaktik, harakatli va musiqaviy o'yinlarga bo'lib o'tamiz. O'yin tuzilishi, kuchli o'yin motivatsiyasi, o'yin harakatlari, original o'yin almashtirishlar va faol tasavvur, bolajonlarimizning xayolidagi narsani faol tasavvur eta olish tuzilmasini ishlab chiqishimiz mumkin. O'yinlarni tashkil etishda quyidagi maqsadlarni biz ko'zda tutishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi bu ta'limiy, didaktik maqsadimiz, ikkinchisi tarbiyaviy maqsad, uchinchisi faoliyatni rivojlantirishga yo'naltiruvchi maqsad va to'rtinchisi oxirgisi ijtimoiy maqsadga bo'lib o'tishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqali tarbiya metodikasining musiqali o'yinning asosan ikkita turiga tavsiya etiladi. Ya'ni birinchi turi biz cholg'u musiqa sadolari ostida o'ynaladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning cholg'u musiqa sadolari ostida o'ynashi, ikkinchisi esa ashula aytib bolajonlarni raqsga tushishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bugungi ma'ruza darsimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.